Dünya iqtisadi, media, fan texnika ve hakimiyetlerini kontrol qilib olgan sirliq tashkilot haqiqatan mavjudmi? Dunyodagi ajoyib g'aroyib ishlar qiziqsangiz, menga ergashib oling. Dünyada nəhayət sırlıq hem qudretli bir təşkilat bulub, bular bütün dünyanınki pul muameləsini qo'lga kirgizib olganken, oltin, neft, dollarninki bahasini xohlagancha o'stirib tushiradi. Ularning huquq manfaatiga daxl tarjib kelgan zontonlarmi uzoq yashamaydi ekan. Ularda biz fantaziyali kinolarda ko'rgan fan texniklarning hammasi bor ekan. Dunyoda bir talant egisini bayqab qilib qolsa, ular oldi bilan ularni o'z uchun ishlatadi ekan. Bu talant egalari ishlashga unmay qilib qolsa, bularni media vosita qilib bosh ko'tarmas qilib oladi ekan. Yakomsa o'zining tashkilotiga qurbonlik qilib ekan. Birinchi, ikkinchi dunyo urushlari, xalqaro iqtisodiy krizis, o'rta sharqdagi ma'lumotchilik, 11-sentabr va dunyoda yuz bergan boshqa cho'ng voqealiklarning hammasi mush tashkilot bilan munosabatli ekan. Amaliyotda men oldingi sondagi filmlarimda bu tashkilot to'g'risida ozdir ko'p tushunchalarni berib o'tdim. Mesela Keslençik Adem, Edison'ninki perdaqsiki yo'lanchigi, Kilimat Qurolninki iqtisodiy jihati yo'lanchigi, Ruscha jamiyatninki qad ko'tarishi degan mush temalarning hammasida bir sirliq tashkilotniki mavjud ekanligini tilg'ab o'tdim. Bu sirliq tashkilot dal bugun men so'zlamoqchi bo'lgan Freemason Illuminati tashkilotining o'zi shu. Gapni oldi bilan bir turkum toshchilardan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Bu toshchi deganim Xotandagi Qashtish qo'laydigan toshchilar emas. Belki o'rta asrda Yevropa jamiyatida chirkov qatorliq imoratlarni soldigan, hunar san'at bilan shug'ullanadigan toshchilar. Tövanda bu hunar san'at bilan shug'ullanadigan arxitektorlarni men toshchilar deb atayman. O'rta asrdagi Yevropa jamiyatida 4 chong tabiiy bo'lib, bularning birinchisi xon jamiyati, ikkinchisi chavandozlar, ya'ni retsarlar, uchinchisi toshchilar, to'rtinchisi dehqonlar. Endi bu vaqtda podshohlar o'ziniki qudratini o'zi yasagan cho'ng tipik chirkov orqali namoyon qilmoqchi bo'lib, etrafiga mush toshchilarni tortadigan. Podshohlar o'zlari cherkov silishda basishadigan. Kimning sog'an cherkovi shuncha hayvatlik, nafis, egiz bo'lib chiqsa, shu podshohningki shon shuhrati hammadan yuqori o'ringa o'tgan bo'ldi ekan. Hozirgi davrimizda ko'rayotgan Germaniya Köln cherkovi, Parijdagi Bimariyaman cherkovi dal shu arxitektor toshchilarningki aql-parastning namoyandasi hisoblandi. Vaqtning o'tishiga ergashib, bu toshchilarningki jamiyatdagi o'rni barobar muhimlashib ketdi. Butun podshohlar atrofiga mushunday odamlarni to'plamoqchi bo'lib qoladi. Lekin o'rta asrda kutilmagan voqeadan birisi yuz berdi, ya'ni vabo. Bu vabo maynachilik sababidan kelib chiqqan bo'lib, Yevropa aholisiningki 3dan 1, ya'ni 90 million odam o'lib ketdi. Yevropa diniy jamiyati bu qatimki vaboninki asosiy sababchisi dalmush toshchilar. Bu toshchilar cherkovni yasash jarayonida haqiqiy ko'ngildan ixlos qilmaganligi uchun cho'ngmushlar voqea kelib chiqdi deb qarab, nurg'un toshchilar qatl qilinib, ko'ydirilib, nihoyatda pastga o'chib qoldi. Hayot qolgan bir qism toshchilar o'zining texnikasining yo'qolib ketmasligi, mahoratini avlodma-avlod davomlashtirish uchun bir tashkilot uyushib chiqdi. Bu tashkilotninki ismi Freemason, ya'ni erkin toshchilar jamiyati deb ataldi. Bu tashkilotninki logosi bir sizg'ish, bir sirkol va ularning o'rtasidagi GRP. Buni bu tashkilot o'ziga simvollik belgilandi ishlatdi. 1717-yilda Freemason tashkiloti o'zining shuarini "To make a good person better" deb qo'ydi. Buning ma'nosi bir yaxshi odamni texim yaxshi qilib o'zgartirish deganlik bo'ldi. Bu qarmoqqa nihoyat yaxshi gap. Lekin buni ayni vaqt jamiyatga qo'ysak, buning ayni vaqtdagi simvolik ma'nosi 3-o'rin turgan toshchilarni 2-1 o'ringa o'tkazmaymiz degan ma'no bildirgan bo'lg'achqa, bu ayni vaqtdagi hukmron sinflarga jang e'lon qilib hisoblangan bo'lg'achqa, shundan bu tashkilot hukmron sinflar tomonidan qirg'in qilinishga uchraydi. Napoleon, Katolik diniy jamiyati, Gitler qatorliqlarning hammasi bu tashkilotga hujum qildi. Ayni vaqtda Marksizm bu tashkilotni o'zining aslida 22 qatim tilg'ab o'tgan. Lekin bu tashkilotlar ayni vaqtdagi hujumdan saqlanib qolmasdan balki texnik taraqqiy qilib, Yevropadagi 13 podshohlikni asosan kontrolga oladi, iqtisodiy jihatdan, nima jihatdan. Bu toshchilarning orasida bir bo'lik alohida kishilar bo'lib, bular ayni vaqtdagi ahli salib burchi, ya'ni Kris qo'shinninki sharq hujum qilib, Yerusalimni isloh qilishga qatnashib, Shoh Solomonninki ordusi ostini qo'llab, buning ichidan bir qism maxfiy buyumlarni qo'lga tushirdi. Keyin bular bu maxfiy buyumlarni Rim papasiga ko'rsatgandan keyin Rim papasi darhol bularga muqaddas o'rnidagi chavandozlari, ya'ni Shandiyan chirishi deb unvon berdi. Shuning bilan bu toshchilarniki oltin davri boshlanib ketdi. Bu bir bo'lik alohida toshchilar 1776-yilda Freemasonninki ichidan Illuminati tashkillanib chiqdi, ya'ni Guangminhui tashkillanib chiqdi. Bu 1776-yilda dal Amerika hukumatining qurilgan vaqtiga to'g'ri keldi. Guangminhuining qurilgan vaqti Freemasonning qurilgan vaqtidan dal 59 yil keyin. Hisobda Guangminhui Freemasonning ichidagi yuqori darajali bir tashkilot. Ya'ni bunday chiqib ketgan chog'da Freemasonning rahbarlik tashkiloti hisoblandi. Bu Illuminati Guangminhuining belgisi bir uch burchak ichidagi atrofni nur chechayotgan ko'z bo'lib, buni cho'l hijriyan, ya'ni huquq ko'zi deb ataymiz. Endi bu Illuminatining programmasi
azroq farqli bo'lib, bular ayni vaqtda nihoyat uzoqchil Yevropa diniy jamiyati uchun xizmat qildi, nurg'un cherkovlarni sepadi. Lekin natijada vabo kelib chiqqan chog'da diniy jamiyat bular qarchaplab, bularni qirg'in qilyapti. Shundan bularda diniy jamiyat qarta bir o'chmanlik shakllandi. Uning ustiga bular uzoq mezgil cherkov bilan birga ishlash jarayonida cherkovdagilarniki kishilarga gunohini kechirim qilish belti deb atalgan bir xil biletni setib, nurg'un pul topganligini ko'rib, bular nihoyat jirginib ketdi. Shuning bilan Illuminati bular bilan qarshilashish uchun bular cho'ng bilgan ilohininki dushmanini o'ziga mabul qilib tiklaydi, ya'ni shaytonga cho'qindi. Hozirmi New York Valkosi 666-nomerlik Illuminati tashkilotining bosh shtabida iblisning haykali qad ko'tarib turdi. Oldingi sonlarimizda bularning iqtisodni qanday to'plaganligini Rothschild jamiyati orqali tushuntirib o'tdik. Rothschild jamiyati bu tashkilotning atamalaridan biri bo'lib, ayni vaqtda Yahudi tirildirmichilik asosida bu tashkilotga a'zo bo'lib kirgan. Isroiliyaniki davlat bayrog'idagi bu olti burchak shaklmi ularningki belgisi hisoblandi. Amerika dollarining keyin tarafida bir al-ihram ham al-ihramning ustidagi Guangminhuiniki belgisini ko'ramiz. Shu dollarning keyindagi al-ihramning rasmiga Isroiliyaniki davlat bayrog'idagi olti burchak shaklini jipslashtirsak, buningki tutashqa yerdan mason degan xat kelib chiqadi. Al-ihramning eng asli qarasak bir quruq xatni bayqaymiz. Bu xat amaliyotda Rim raqami bo'lib 1776 degan son bo'ladi. Bu 1776-yili Amerika hukumatiningki va Illuminati tashkilotininki qurilgan yili. Bu bir quruq xat ichidagi M harfini chiqarib olsak, ham qoidlangan harflarni chiqarib olsak, dal 666 degan raqam kelib qoladi. Biz deganimizdek Amerika dollari garchi Amerikaniki davlat puli bo'lsa-mu, lekin dollarni Amerika hukumati besib taqatmaydi. Aksincha Guangminhuiga a'zo bir qancha jamiyat kontrolligidagi Amerika Federatsiya bankasi besib taqatdi. Hisobda Amerika hukumatiniki tish batmaydi Amerika dollariga. Bu tashkilot dunyodagi cho'ng boylar, dunyodagi cho'ng medialar taraflarni kontrol qilgan bo'lib, dunyodagi eng cho'ng ijtimoiy aloqa subsi Facebookning qurg'uvchisi Mark Zuckerberg, Microsoftning qurg'uvchisi Bill Gates, Googlening qurg'uvchisi CNN, ABC, CBS qatorliq media taraflarning boshliqlarining hammasi Illuminati tashkilotining a'zosi. Undan boshqa Hollywoodga donliq kino ishlaydigan shirkatlardan Disney, Warner Brothers, 20-asr Fox shirkati, Columbia, Universal Pictures qatorliq shirkatlarning hammasi mush Illuminati tashkilotininki media vositasi hisoblandi. Bular har vaqt dunyoning har qaysi joylaridan alayda talant egilarini izlab yuramish. Steve Jobs yosh vaqtida bularning tashkilotiga kirgil olmay qo'rqib ketib 8 yil Hindistonga qish ketgan deb qaraldi. Kompyuterni kashf qilgan olim Turingmi bularning tashkilotiga kirishga uringanlikdan mush tashkilot tomonidan zararlangan olmani birib o'ldirib etilgan deb qaraldi. Michael Jacksonmi ularning jamiyatga kirishga uringanlikdan media vositasi bir kechida Michael Jacksonni kichik bolaga po'xirlik qilgan alvasitiga aylantirib Michael Jackson'ningki nomini bulg'ab etgan deb qaraldi. Undan boshqa Michael Jackson o'zininki eng oxirgi naqshkashligininki axborot e'lon qilishig'ida bundoq degan. Bizningki atrofimizda bir nihoyat sirli bir tashkilot bor. Bu tashkilot butun mediani kontrol qilib, bular bir kechida meni bolalarga faxrlik qilgan alvasitiga aylantirib, mening nomimni vayron qilibdi. Bular yana nurg'un sohalarni kontrol qilib oldi. Men o'zimningki oxirgi naqshkashligimda bularningki abdibashrisini butun dunyoga ichib tashlayman degan. Biroq axborot e'lon qilishig'ini ichilib uzoq o'tmasdan Michael Jackson o'zininki xususiy doktori dorini xato ishlatib qolganlik sababidan tasodifiy o'lib qolgan. Lincoln Kennedy'mi pul besib taqitish huquqini Federatsiya bankasidan Amerika hukumatining qo'liga olamiz deb mush masalaga kirishib olganlik sababidan shuni qasd etildi deb qaraldi. Undaq siz mushunda qudratli sirli tashkilotniki mavjud ekanligiga ishondingizmi? Menga ergishib bilib yurak berayotgandan keyin inkos rayini ko'rishaylik.